Amirsoy dam olish maskani 2 kun davomida yugurish ishqibozlari diqqat markazida bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi, mamlakat sport vazirligi, Toshkent viloyati hokimiyati va yana bir qator hamkorlar bilan Samarqand marafon seriyasiga kiruvchi Skycamp xalqaro sport festivali tashkil etildi. 2 kun davom etgan ushbu musobaqaning ishtirokchilari dastlabki kun davomida 20-15 kilometr trial yugurish musobaqasida imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Barcha qatnashchilar tegishli paketlarni qabul qilib olib, yugurishdan avval bir qator tadbirlarda ishtirok etishdi. Tashkilotchilar kichik yoshdagi atletlar uchun ham maxsus masofalar belgilashdi. Bolalar esa ota-onalari bilan orzular ustuniga o'z tilaklarini yozib qolishdi. Biz ham Sport telekanali nomidan barchaga omad tiladik. Yugurishlarni bolalar boshlab berishdi. Malakali murabbiylar har bir start oldidan chigalozi mashqlarini namoyish etishdi. Tog'dagi yugurishlar tabiat qo'ynida, notekis va baland-past yo'llarda amalga oshiriladigan sport turi hisoblanadi. Bu kuchli jismoniy chidamlilikni talab qiladi. Sportchilar uchun taqdim etiladigan yo'lning o'zi sinovdan iborat. Ushbu musobaqada nafaqat yurtimiz vakillari, balki qo'shni mamlakat, Yevropa, Osiyo, Amerika vakillari ham ishtirok etdi. 40-50 yoshdan kattalar ham startga chiqdi. Men uchun bu yerda bo'lish, qatnashish juda maroqli bo'ldi. O'zim marketing sohasida faoliyat yuritaman. O'zbekiston xalqi mehmondo'stligiga yana bir bor amin bo'ldim. Ushbu musobaqada san'at va sport yulduzlari ham ishtirok etdi. Bu yildan boshladik ochig'i bunaqa marafonda qatnashish. Yaqinda Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro 7-marafonda qatnashuvdik. Unda 10 kilometr yugurdik. Oson emas-ku, bir yaxshi chopib o'tdik. Bu galam bir 10 osonroq bo'ladi deb o'yladik. Ancha qiyin bo'lgan. Chunki faqatgina tepaga qarab yugurdik biz. Faqat tepaga o'zi. Endi biz har doim faqat tepaga intilamiz-da, o'shaning uchun menimcha shunaqa bo'ldi. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. 20 kilometrlik musobaqada rossiyalik Aleksey Grachev birinchi bo'lib marraga yetib keldi. Hamyurtimiz Artur Shayipov ikkinchi o'rinni egalladi. Olga Kamensova ayollar orasida birinchi o'rinni band etdi. 10 kilometrlik masofani dastlabki 3 o'rinni hamyurtlarimiz egallashdi. Evgeniy Fadeyev birinchi natijani qayd etdi. Nigora Tojiboyeva ayollar o'rtasida barcha raqiblarini ortda qoldirdi. Rais Gazizulin, Akmal Jumaniyozov va Alimardon Sobirovlar 5 kilometrlik masofada dastlabki 3likdan joy olishdi. Olga Morozova ayollar orasida birinchi bo'ldi.